Anchagina kuchayib oldim. Mana bular almaz edi. Polni obnovleniyalar kelib, mana shu ikkalasi ham almaz edi. Tushib ketdi bular. Endi qaytadan ko'taryapman. Oltinga tushib ketganini ko'tardim qaytadan. Mana bu yerda bir bayan narsalar, yangicha obnovleniya. Keyin bu yerda ba'zi bir bironga narsalar, ba'zi bir setlar. Keyin mana shuncha narsalar. Bu ham vaqtincha, mana bu ko'pga bo'lganda zo'r bo'ladi-da. Bu yaxshimi yoki yomon? Mana shu rang, mana shu turishi bu yaxshimi yoki botmanmi? Ha yoki yo'q, kommentda qoldiring.